Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilarimiz, mana biz yangi zinamiz har tomonlama yog' apalkasi bo'ldi. Ayyor beton keladi, qo'yamiz. Xolis ishimiz chiroyli chiqdi. Bu ham quyilish jarayonlarini ham qo'yib bo'lamiz. Yog'i boshlab qo'yganmiz SP-sini. Buni ham apalkasini bugundan boshlaymiz. SP-sini qilib bo'lsak. Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilarimiz, mana biz yangi zinamiz har tomonlama yog' apalkasi bo'ldi. Ayyor beton keladi, qo'yamiz. Xolis ishimiz chiroyli chiqdi. Bu ham quyilish jarayonlarini ham qo'yib bo'lamiz. Yog'i boshlab qo'yganmiz SP-sini. Buni ham apalkasini bugundan boshlaymiz. SP-sini qilib bo'lsak.